Assalomu alaykum azizlar. Bu yerda turba yer ustidan olib ketilgan ekan. Mana qilib o'ralib, bu yerda devor ichidan olinib, bu yerda tom ustidan olib ketilgan ekan. Bu yerlar ham sayoz ko'milgan ekan. Ichkari tomondan ko'rsataman hozir. Mana azizlar, bu ichkari tomondan ko'rinishi. Bu ko'chadan kirishi. Kirib yo'qa kat yo'li kiryapti ekan. Keyin bunday kelib beton ustidan olib o'tilgan ekan ponni. Utublik qilingan ekan, utubliklar ham chirib ketgan ekan. Yirtilib. Qishda issiq suv quyib qiynalishyapti ekan. Qishdan bo'zab qoladi bu turba suvlar. O'shaning uchun biz bu betonni o'yib, yerni ko'lab, uy tagidan olib o'tamiz. Bu yerda bir xonali uy bor, 4 metrlik uy bor ekan. Inshaalloh videoni kuzatib boringlar. Mana azizlar, bu yerni ko'lab, buni uyni tagidan teshib oldik. Buni shtanga bu neftindoy kachalkalar shtangasi bo'ladi. Bu 8,5 metrlik o'sha. Osonroq bo'lishi uchun shtangadan foydalandik. Uyni eni 5,5 metr, bunimiz 8 metr, shunday oshiqroq. Buni narigi tomondan ham ko'rsataman hozir. Mana bu ko'cha tomondan ko'rinishi. Ko'cha tomondan bunaqa holatda ko'laganmiz. Bu qayerdan chiqishini aniq bilmaymiz, shuning uchun shu yo'nalishda ko'lab oldik. Mana bu yerda shtangamiz chiqqan. Shtangamizni eng qalin joyi 4,5 sm ekan, 45 mm. Shuna qilib biz ko'lab oldik. Endi bundan turbani o'tkazamiz. 25lik turba, 25lik turbani muftasining razmeri 32 lik bo'ladi. Inshaalloh bu yerdan bemalol o'tadi. Mana do'stlar, shtangani teshib olgandan keyin turbani o'tkazdik va utublik qilib oldik. Bu ko'chadan kirayotgan sovuq suvimiz oshxonaga kiryapti va issiq suv hammomdan issiq suv kelyapti bu yerda. Issiq sovuq suvni utublik qilib qo'ydik inshaalloh. Mana bu yerlarimiz. Mana bu yerdan hammomga sovuq suv kiryapti. Hammomdan qaytib issiq suv chiqyapti. O'sha oshxonaga qarab. Bu tomon ko'chadagi grantga qarab ketgan, tashqari grantga. Bu yerda ham shtanga bilan teshib oldik. 2 metr joyida. Bu yerga ham teshib, bu yerga ulab oldik. Inshaalloh bu yerda shu tuproq bilan ko'mib ustini sachga qoramiz inshaalloh nasib qilsa. Mana do'stlar, turbalarni ham ko'mib sachkani qo'yib oldik. Inshaalloh mana chiroyli qilib. Sababini zo'r qildik inshaalloh. Endi bu yoq Allohga tavakkal. Bu tashqarilardan ko'rsataman. Mana do'stlar, bu yerda shochikka qopqoq ham qilib berdik. Chiroyli qilib. Bu yerda mana kran qo'yganmiz. Bitta suv chiqarib qo'ydik tashqariga, bu ariqqa ketgan, ariqqa chiqqan. Bu yerda shochigimiz va shochidan oldin bitta kran qo'yilgan. Bu yerda ariqqa chiqarib qo'yganmiz. Bu yerda barashga qo'yilmagan sababi eski kran bor edi. Shuni eskini qo'yib berdik, eskini joyiga, o'rniga. Chiroyli qilib mana qopqoqlar. Mana bu yerda zamok qulflanadigan joy ham qilib berdik, ruchkalari bilan inshaalloh. Bunaqa ishdan bu qo'shniga ham tushirib berganmiz suvni. Yo'lning tagida o'tkazganmiz shtanga bilan 6 metr joydan, asfalt tagidan. Inshaalloh video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.